Assalomu alaykum, hurmatli Testosteron Plus 45 kanalining muxlislari. Testosteronni tabiiy ko'tarish bo'yicha darslarimizni davom ettiryapmiz. Kim ahamiyat bergan bo'lsa, har bitta darsimizda testosteronni kamligini bitta belgisi, testosteronni ko'taradigan ovqat, testosteronni ko'taradigan dabavka, testosteronni ko'taradigan sport turlari va testosteronni tushiradigan zararli odatlarni gaplashyapmiz. Xo'p, bugun 11-dars. Kim birinchi darsdan boshlab ko'rmagan bo'lsa, kanalda turibdi. 1 2 3 4 qilib hamma darslarni ko'ringlar. O'rtoqlar, Instagrammi yoki shortslarni ko'rsanglar, testosteron kamligining 10 ta belgisi, testosteronni ko'taradigan ovqatlar, testosteronni yana bir narsa qilib, prosta qisqa ma'lumotlar berilgan. Bu yerda ilmiy asoslangan sizlarga ma'lumotlar, maqolalar asosida va aniq faktlar asosida ma'lumotlar beryapmiz. Fantastika narsa yo'q. Fantastika narsa faqat ozishda bo'lishi mumkin, chunki uni testosteronni ko'tarish darajasi juda yuqori. Indeks massa telaning 10% ga o'zgarishi testosteron 24% ga o'zgartiradi. Bu juda katta narsa. 100%, 200% testosteronni ko'tarib olishi mumkin ozishingiz. Yurish 10-15% ga, vitaminda 20% ga, tribulus 10-15 yoki ashvaganda 15% ga ko'taradi deb sekin-sekin o'rgatib ketyapmiz. Xo'p, bugungi testosteron yetishmovchiligining birinchi belgisi va eng asosiy belgilaridan bittasi libidoni tushishi, jinsiy xohish, jinsiy mayli pasayishi. Testosteronni pasayishini katta va kichik belgilari bor. Ikkita katta, jinsiy quvvatni pasayishi va jinsiy xohishni pasayishi. Bugun jinsiy xohish pasayishi haqida gaplashiladi va kichik belgilariga asabni buzilishi, qorin qo'yib semirish, muskul massasini kamayishi, muskul kuchini kamayishi, uyquni buzilishi, insulin rezistentlik holati, jigari yog' bosishi, shunaqa mayda-mayda narsalar kiradi. Ikkita, uchta belgi birga kelsa yoki bitta katta belgi birga kelsa, bitta katta belgini o'zi kuzatilsa, testosteron sizda kam bo'lishi mumkin. 2014-yilda Seksual meditsina degan jurnal bor. O'shanda maqola chiqqan. Testosteroni kam erkaklarda jinsiy xohishni, seksual simptomlarni tarqalganligi degan maqola chiqqan. 3000 ta odamni tekshirishgan va testosteroni past erkaklarning 40% dan oshig'ida libido, xohish past bo'lgan. O'rtoqlar, jinsiy quvvati yaxshi bo'lishi mumkin, lekin xohishi avvalgidek bo'lmagan. Xotini yonida yotsa ham, yonida yursa ham, kalta kiyimda yursa ham, ochib yursa ham, oldin yonidan o'tkazmagan erkak endi ishga borishim kerak, issiq suv yo'q, bugun charchadim, mayli payshanba kuniga kelishganmiz, payshanba kuni qilarman deb xohishi pasayib xotiniga yaqinlashmaydi. Demak, bu narsa ayollarda ham bo'ladi. Avvaliga ayolingiz bugun sizni yaxshi ko'ryapman, vaqtliroq keling yoki qachon kelasiz yoki kelganida chiroyli kiyimlar bilan kutayotgan bo'lsa, ayollarda ham testosteron bo'ladi. Endi majburligidan o'sha ishga rozi bo'layotgan bo'lsa, o'sha jinsiy xohishi pasaygan bo'lsa, libidosi pasaygan bo'lsa, обязательно erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, testosteronni tekshirib ko'rish kerak. Har bitta temani, har bitta o'tayotgan darslarimizda asosi bor. Shu bugungi asosiy qismida o'zi bugun qiziq narsalar ko'p o'tiladi. Lekin eng asosiy narsa, avvalgiga nisbatan jinsiy xohishingiz o'zgarib qolgan bo'lsa, jinsiy xohish o'ynashiga yoki ko'chadagi qizlarga nisbatan o'lchanmaydi. O'zini doimiy hamrohiga nisbatan o'lchanadi. Agar jinsiy xohishingiz o'zgarib qolgan bo'lsa, avvalgidek bo'lmasa, susayib qolgan bo'lsa, lyuteinlovchi gormon va общий testosteron topshirib ko'rishni tavsiya qilaman. Yana bitta maqola bo'lgan. Xo'p, Yevropa urologiyasi degan jurnalda 2017-yilda chiqqan. Bunda libidoni pasayishi, testosteron kamayishining eng asosiy belgilaridan biri bo'lib, eng asosiy belgisi bo'lib, jinsiy quvvatni pasayishidan ancha oldin rivojlanadi deb aytilgan. Demak, mana shu dunyoda testosteronni pasayishining qancha belgisi bo'lsa, eng birinchi, eng kuchli va eng asosiy belgisi jinsiy xohishni pasayishi hisoblanadi. Chunki qorin qo'yib semirish boshqa kasalliklarda ham bo'ladi. Uyquni buzilishi boshqa kasalliklarda ham bo'ladi. Lekin jinsiy xohishni pasayishi testosteron yetishmovchiligining asosiy belgisi hisoblanib,
jinsiy quvvatni susayishidan erektilniy disfunksiya deydi, impotensiya deydi boshqacha qilib aytganda, yoki seksual funksiyani buzilishi deydi. Mana shundan ancha oldin rivojlanadi. Shuning uchun e'tibor beringlar o'rtoqlar. Xo'p, endi testosteronni ko'taradigan ovqatlarga o'tamiz. Bu go'sht. O'rtoqlar, go'sht yesanglar, qizil go'sht yesanglar, testosteroninglar shunchaga ko'tariladi degan aniq maqola yo'q, fakt. Biz sizlarni aldamaymiz. Fantastika narsalarni ertaklarni aytib bera olmaymiz. Lekin qizil go'shtda haqiqiy odam uchun foydali hayvon oqsili, sink, to'yingan va to'yinmagan yog' kislotalari, vitamin B12 bo'ladi. Bu narsalar testosteronni ishlab chiqarish uchun muhim hisoblanadi va doimiy ravishda go'sht iste'mol normada, me'yorida qizil go'sht iste'mol qilib yurgan erkaklarning testosteroni qizil go'sht iste'mol, bu mol go'shti, ot go'shti, qo'y go'shti, qizil go'sht shu 3 ta go'sht. Xo'p, oq go'shtga baliq go'shti, tovuq go'shti kiradi. Agar tanlashning iloji bo'lsa, qizil go'sht iste'mol qilinglar, chunki qizil go'sht iste'mol qilgan odamlarning testosteroni balandroq bo'lar ekan. Va yana bitta maqolada aytilgan, xo'p, parhez oqsillari, ya'ni dietetiskiy belki, sink va testosteron produksiyasi ishlab chiqarilishi degan maqolada, Nutrition Review jurnalida 2016-yilda chop etilgan maqolada oqsil bilan sinkning yetishmovchiligi testosteron sintezini pasaytiradi degan. Endi oqsil ham sink ham go'shtda bo'ladi bemalol. Xo'p, keyingisi, mana bu yerda aniq fakt bor. Aniq qancha ishlab chiqarishni oshirishi bor. Bu fitness mashqlari. O'rtoqlar, bazaviy mashqlar nima kiradi? Становая тяга, приседания, jim lyoja. Demak, bazaviy mashqlardan boshqa mashqlar ham kiradi, lekin asosiysi shu 3 ta. Demak, asosiy bazaviy mashqlarni qilish testosteronni 1 soatdan 4 soatgacha 30% ga oshiradi. Va doimiy ravishda fitness bilan shug'ullanish 3 oy ichida testosteronni avvalgiga nisbatan 15% ga oshiradi. Kim ahamiyat bergan, kimdir grudka qilgandan keyin, kimdir приседание qilgandan keyin, kimdir становый qilgandan keyin o'sha kuni testosteronni juda ham oshib ketganini sezadi. Настроение zo'r, muskullar baquvvat, jinsiy xohish zo'r, jinsiy quvvat zo'r. Bugun grudka ishlaganman, yomon bo'ladi deb maqtanib qo'yadi. Yoki bugun приседание qilganman, bugun yomon bo'ladi deb qo'yadi. Demak, tez 1 soatdan 4 soatgacha 30% gacha ko'tariladi va doimiy fitness mashqlarini qilib yurganlarda yana qo'shimcha 15% ga bazaviy testosteron oshadi. Har kungi ishlab chiqariladigan testosteronni 15% ga oshadi. Xo'p, demak, keyingisi bizani dabavkamiz. O'rtoqlar, hozir o'tamiz. Shunaqa dabavkalar borki, testosteronni oshiradi. Misol uchun ashvaganda. Xo'p, ashvaganda testosteronni 15% dan 17% gacha oshirishi mumkin degan aniq faktlar, aniq maqolalar bor. Yoki vitamin D yetishmovchiligida testosteron 20% ga tushadi, vitamin D ichganda o'sha 20% ga ko'tariladi degan faktlar bor. Endi DHEA, dihidroepiandrosteron degan dabavkalar bor. O'rtoqlar, bu gormon dabavka qilib sotsa ham, bu gormon o'sha dihidroepiandrosteronni ko'paytiradi. Bu dabavkani doktorga bormasdan ichish mumkin emas. Testosteronni past odam luteinlovchi gormon normada yoki past chiqsa, testosteronni past chiqsa, ashvaganda yoki tribulus ichishi mumkin mustaqil, doktorga bormang. O'sha yozilgan, rekomendatsiya qilingan dozalarda siz qabul qilishingiz mumkin. Lekin dihidroepiandrosteron gormon bo'lgani uchun siz hech qanaqa mustaqil ravishda qabul qilishingiz mumkin emas. Lekin nimaligini hozir tushuntirib ketaman. Androgenlar, ya'ni общий testosteronlar erkak kishida 90% tuxumida, 10% buyrak usti bezida ishlab chiqariladi. Buyrak usti bezi 3 qavatdan iborat va shu o'rta qavatida yoshlik gormoni dihidroepiandrosteron ishlab chiqaradi. Dihidroepiandrosteron parchalanganida testosteron va estradiolga aylanadi. Ya'ni qo'pol qilib aytsak, xalq tilida aytsak, jenskiy gormonni ham, mujskoy gormonni ham oshiradi. Oxirida chunki shunga parchalanadi. Lekin undan oldin o'zini funksiyalari bor. Suyaklarni o'sha mineralizatsiyasi. Xo'p.
uzoq yashashga ta'sir qiladi. Oshqozon osti bezining ishlashiga, xolesterinni normada ishlab chiqarishga ta'sir qiladi. Ya'ni dihidroepiandrosteronni yoshlik gormoni deyiladi. Kimda ko'p bo'lsa yosh ko'rinadi va uzoq yashaydi. Kimda kam bo'lsa tez qarib ketadi va 70 yoshdan oshmaydi deb aytiladi. Allohning berganini yashaymiz. Lekin yoshlik gormoni erkak kishida o'rtacha 400 atrofida bo'ladi. Kimda pasayib ketgan bo'lsa, ayniqsa 150 dan pasaygan bo'lsa, dabavkasini ichish tavsiya qilinadi. Doktoringiz o'zi yozib beradi. Prosta biz aytmoqchimizki, dihidroepiandrosteronni ichish testosteroni kam erkaklarda testosteronini ko'tarishiga yordam bergan va qari erkaklarda dihidroepiandrosteronni normaga keltirish jinsiy xohishini va qondagi testosteronni ko'tarilishiga sabab bo'lgan degan maqolalar bor. Aniq shuncha foizga ko'taradi degan maqola yo'q. Bu dabavkani doktoringiz yozib bergandan keyin ichasiz. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Demak, fitness ko'tarar ekan 30% ga buni ham eslab qolamiz. Endi testosteronni tushiradigan bitta zararli odatga o'tamiz. Bu fast food. Fast food qabul qilgandan keyin 1 soatdan toki 4 soatgacha agar ortiqcha vazni bor erkak bo'lsa, uni testosteronini 25% gacha tushiradi. Bu degani ozg'inlarga mumkin deganimi? Ozg'in bo'lsangiz, mayli, yersiz misol uchun. Lekin ertaga semirib testosteroningiz tushishiga sabab bo'ladi. O'rtoqlar, agar iloji bo'lsa, o'zimizni milliy taomlarni iste'mol qilinglar. Misol uchun, ustiga 2 ta tuxum bilan devziradan osh yoki qaynatma sho'rva yoki shashlik. Fast foodda shu uglevodi ko'p bo'ladi, u shakarga aylanadi. Fast foodda trans yog'lar bo'ladi. Fast foodda to'yingan yog'lar ko'p bo'ladi. Siz o'ylagandek foydali narsa emas. Fast food testosteronni 25% gacha tushirishi mumkin. Xo'p, bugungi darslarimiz kechirasizlar, telefon bo'lib eshik taqillab uzilib qoldi. Demak, davom etamiz. O'rtoqlar, bugungi darsda aniq faktlar ko'p. Fitness, ya'ni fitness mashqlari, bazaviy mashqlar testosteronni qisqa muddatga 30% ga va perspektivada 15% ga uzoq muddat agar fitness qilib yursa testosteronni 15% ga ko'taradi doimiy ravishda. Xo'p. Fast food testosteronni bir necha soatgacha, 4 soatgacha 25% ga tushirib yuboradi. Misol uchun 2 ta gamburger yeganingiz o'zi yetadi yoki 2 ta hot dog yeganingiz o'zi yetadi, testosteroningiz 25% ga tushadi. Go'sht yeyish kerak, testosteron normada bo'ladi. Va libido, bu jinsiy xohish, jinsiy maylni pasayishi, testosteronni pasayishning eng asosiy va eng avvalgi belgilaridan bittasi hisoblanadi. Jinsiy quvvatni susayishidan ancha oldin paydo bo'ladi. Sezayotgan bo'lishingiz mumkin, sezmayotgan bo'lishingiz mumkin. Xohish avvalgidan o'zgarib susayib qolgan bo'lsa, testosteron topshirib ko'ringlar. E'tiboringiz uchun rahmat.